Nima uchun endi uy yoki yangi avtomobilni faqat naqd pulsiz sotib olish talab qilinmoqda? Bu kimga kerak? Javobi oddiy. Bu birinchi navbatda siz fuqaro va halol tadbirkorlar uchun. Ya'ni xavfsizlik. Ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan va yangi mashina yoki uy xarid qilganda katta miqdorda naqd pulni ko'tarib yurish albatta noqulaylik va pulning haqiqiyligiga bo'lgan shubha va gumonni yo'qotadi. Hammasi bank amaliyot kassa orqali xavfsiz va ishonchli. Eng muhimi, bank amaliyot kassasi orqali qilingan to'lov kvitantsiyasi va shunga tenglashtirilgan to'lov hujjatlari va cheklar yuridik kuchga ega bo'lib, sizning huquqingizni kafolatlaydi. Ikkinchidan, shaffoflik. 2026-yil 1-apreldan kommunal to'lovlar, yoqilg'i, quyish shoxobchalari va davlat xizmatlari ham faqat naqd pulsiz qabul qilinadi. Bu yashirin iqtisodiyotni sezilarli darajada qisqartiradi.